Xullas, men telefonim Androidchilarga tushuntiraman. Yo'q, iPhone'ga ham qilsa bo'ladi. iPhone'da ko'pincha Python ilovasini ishlatishadi. Xo'p, birinchi navbatda Androidga Pydroid 3 ilovasini yuklab olamiz. Keyin Leader Soft tugmasini bosib, pastidan Pydroid repository pluginni uni ham o'rnata olamiz. Bu kutubxonalar bazasi desa ham bo'ladi. Xo'p, kiramiz. Esa mana bu joyda Telebot kutubxonasini import qilib olamiz. Token degan joyga biz botfazer bergan IP tokenni yozamiz. Ya'ni botfazerga kiramiz. Start new bot va odimiz ismi, username yozib, keyin biz IP token beradi. O'sha yerdan yaqqol ko'rinib turadi. O'shani nusxalab olib aynan shu joyga qo'yamiz. Xo'p, endi esa mana bu joyga bot degan handler, dekorator, message handler olibdi. Ya'ni xo'p, bizga nima xabar yozsak, o'shani qaytaradigan Telegram bot. Juda ham sodda, lekin ancha odamga tushunadi. Bot ishlayapti deydi, bot polling yoqib qo'yamiz. Polling cheksiz ishlashi uchun sariq tugmani bosib, botimizni ishga tushiramiz. To'xtanglar, aytgancha biz kutubxonani o'rnatmaymiz. Xuddi shu tepadagi new dan chap tarafdagi 3 tali yoqaga bosib, biz pipni bosamiz. Pipga bizga kerakli kutubxona. Qaranglar, bizga tepaga Telebot kutubxonasi import qilingan ekan. Demak, aynan shu Telebotni yozamiz. Pipga kiramiz. Telebot. Hop, install qilamiz. Ko'rib turishingiz mumkin. Install bo'lyapti va pastdan komplet chiqdi. Ya'ni kutubxonamiz o'rnatildi. Endi bot umuman zo'r ishlaydi. Tugmasini bosib beradi. Nima deb yozsak, o'shamizga qaytarib beradi.